tibbiy tomonlama olsak agar bu bemor semizlik darajasidan 3-darajasidan yuqori bo'lsa va yashashi uchun, go'zallik uchun emas. Bizda hozir biznes bo'ldi, go'zallik uchun qilyapmiz. Yashashi uchun bu bemor dieta va sport qilishga layoqati bo'lmasa va sog'ligi ko'tarmasa, yashab qolishi va qaysidir yondosh kasallikni, masalan, oddiy sahr va u ozmasa vafot etishi mumkin. Mana bu holatlarda yechim uchun oshqozon operatsiyasi eng ideal va tezroq natija beradigan yechim hisoblanadi. Lekin go'zallik uchun va vaholanki dieta, sport, sog'lom hayot tarzini bemalol hayotiga kirgiza oladigan inson qilmoqchi yoki qildirgan bo'lsa deylik, oshqozonni kesayotgan holatini oddiy tushuntiraman. Sizni mana shu 5 ta barmog'ingizdan 4 tasi yo'q. Siz bitta barmoq bilan qancha ish qila olasiz? Bu barmoqlarni qolgani ruchka yozadi, ovqat tutadi va oshqozon qancha qiynalasiz? Oshqozonni xuddi shunday deyarli 4 dan 3 qismi olib tashlanib, faqat bir qismi qoldiriladi. Endi bu vaznga qarab ham ko'riladi va o'sha olib tashlangan qismda bizni katta miqdorda oqsil, uglevod va yog'larimiz parchalanadigan qismi olib tashlanadi.